Hozir avrishim desa 7 yosh, 70 yoshgacha hammangni bilib ketdinglar. Bu avrishimninki yurak kasalliklariga bitqanligini, yurak kasalliklariga qarata shifo o'tganligini bilasizlar. Anda olsa bu bozorda hozir sotilayotgan avrishimning turi nihoyatda ko'p. Endi bu avrishimninki hozir qadar bayqalgan nusxalardan men bilsam 10 necha xil nusxasi bor. Endi buning ichidagi eng donliqi nima degan chog'da Javhari Muparri avrishim degan ama şu haqiqiy davlatdan tasdiq numeri bergan avrishim shu. Endi bu davlatdan bergan bu shu tasdiqi bergan Javhari Muparri avrishim hozirga qadar shu 30 necha yilning yaqin necha million odamninki yuragiga yaxshi shifo bo'lib, nurg'ulg'an yurak kasalliklarining yaxshi davosi bo'lib kelyapti. Avrishimninki resp tarkibida odatda mushu Javhari Muparri avrishimning odatda tarkibida 15 xil dori bor. Boshqalarninki 20 xil, hatto 30 necha xil dori silish orqali dori yasab kelyapti. Anda bo'lsa, nima uchun bu avrishimlarninki turi, shakli ismi o'xshash bo'lgan bilan buning turi, shakli nima uchun bir-biriga o'xshamaydi, ham ta'sir qilish yaxshi emas degan chog'da buni yasash usuli eng muhim. Buning yasash texnikasini biladigan odamlar nihoyat oz sonliqda. 1992 yili mening dadam dal shu Javhari Muparri avrishimning reseptini tuzab, mushini maktabga iyona qilib, dal hozirga qadar 34-35 yilning yoqi mushu Javhari Muparri avrishim Jungoninki har qaysi shaharlarida nihoyat keng ko'lamda taqilib, nurg'ulg'an yurak kasalliklarininki oldin tanlashi bo'lib kelyapti. Bizningki o'zimizning ishlab chiqargan avrishimiz dal o'sha dadamninki 1992 yili mushu Javhari Muparri avrishimninki respi ham mushu avrishimninki yasash texnikasi orqali biz mushu dorini yasab keng xalq ommasiga mushu 20 necha yilning yoqi o'zimiz taqib kelyapmiz. Demakchi o'g'lim, bu yerda faqat va faqat meninglam avrishim yaxshi deganlik masala emas. Bu yerdagi har bir avrishimninki haqiqatan xususiyati yaxshi, lekin buningki yasash usulini biladiganlar nihoyat oz. Mushu yasash usulida haqiqatan texnikasi yuqori bo'lgan bo'lsa, siz ishlayotgan avrishimlarninki ta'siri 15-qipidan boshlab haqiqatan yaxshi ta'sir ko'rsatishga boshlaydi. Endi mushu bozorda hozir sotilayotgan bozorda avrishimlarninki qarasanglar 5 ko'ylak avrishimi bor ekan, 20 ko'ylak avrishimi bor ekan, 200 ko'ylak avrishimi bor ekan, hatto 1000 ko'ylak avrishimi bor ekan. Bir qoplar. Endi bu bozordagi avrishimlarninki ismi o'xshash bo'lgan bilan nima uchun baho jihati nurg'ulg'an farq kelib chiqadi degan chig'imizda ba'zi azariq avrishimlarninki balkim dorilarninki azariq, xam materialni azariqini silib, jiq buningga qop, bovjonlarga kelib kuchimaylikanda balkim bozorga sog'andi. Buning o'zga tushliq manfaat qilgan kasalliklari bor. Qimmatroqlarniki bo'lsa, dorininki sifatligini, yaxshisini sog'an bo'lishi mumkin. Uningdan boshqa hamda eng muhim masala nima degan chog'da yanada yasash texnikasi. Avrishimning resepti hammaga bak kengri taqalgan bilan buningki yasash texnikasini biladigan odamlar nihoyat bak sanoqliqlar. Shu yasash texnikasi yaxshi bo'lsa, sizningki avrishimingiz azam bo'lsin, qimmat bo'lsin, cho'qim sizning yurak kasalliklaringizga nihoyat yaxshi manfaat qiladi.